Oq kiyimda qilib ko'rsating. Kofeyniya dasturxonda sezilmabdi. Okey, sinab ko'ramiz. Ketdik. Xullas qarindoshlar, Shahway kapsulamizni yana bir marta dog' ketkazish funksiyasini sinab ko'rsatish uchun mana shunaqangi oppoqqina, yap-yangi bo'lgan kardiganni ustiga vinoga o'xshagan qip-qizil bo'lgan karkade choyini ayamasdan quydim. Yevropada yashaganimda aynan mana shu san'at asarini millionlab dollarga sotib olishgan bo'lisharmidi? Mana buni go'zallik desa bo'ladi. Oppoqqina kardiganni ustiga nafaqat karkade, balkim uncha-munchada dog'i ketish qiyin bo'lgan kofeni ham shunaqangi ayamasdan quydim. Zo'r bo'ldi qarindoshlar. Kardiganni bir yoq tarafda qop-qora san'at asari bo'lsa, bir yoq tarafda qip-qizil san'at asari bo'ldi. Ana endi Shahway kapsulamizni pushtiranglisidan olib, mana shu kardiganni yuvib ko'rsatib beraman qarindoshlar. O'tgan safar aynan mana shu kapsulalarni ko'rsatganimda, "Voy, biz bu kapsuladan olib ishlatganmiz, bir tiyinga qimmat, umuman dog'larni ketkazmaydi, hidi ham yo'q, kirlarni ham yaxshi tozalamaydi, bo'lmas ekan" deb kommentariyani rosa negativ bilan to'ldirdinglar. Ha qarindoshlar, sizlar olganinglar u tuftasi. Men ishlatib ko'rsatib berayotganim originali. Hozir esa originalini natijasini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz. Tadadadam. Kardiganimizni mana bu kofe quyilgan joyi oppoqqina. Mana bu yoq tarafi esa qip-qizil karkade to'kilgan joyi oppoqqinaligini ko'ryapsizlarmi? Negativ qarindoshlarim uchun mana do и после rezultatlarimiz. Xullas qarindoshlar, ishlatganga yarasha Shahway kapsularini originalini ishlatish kerak-da. Originalini hidi shunaqangi zo'r bo'ladi. Qarindosh, reklamani qoyillatishga qoyillatdingiz. Ayni siz ishlatgan original Shahway kapsulalarni qayerdan olamiz deydigan bo'lsanglar, hammamiz biladigan uzun marketga kiramiz va qidirish joyidan Shahway kapsula deb qidiramiz. Va birinchilardan qarindoshingiz reklama qilayotgan Shahway kapsulalarni original do'koni chiqadi-da. Endi mana shu yerdan Shahway kapsulalarini 61 taligini, originalini atigi 49 ming so'mga butun O'zbekiston bo'ylab zakaz bersanglar bo'ladi qarindoshlar. Uzum karta orqali to'laydigan bo'lsanglar 49 ming so'mga emas, atigi 44 ming 100 so'mdan olsanglar ham bo'ladi. Zakaz qilishga shoshiling qarindoshlar. Bunaqa zo'r reklamadan keyin Shahway kapsulalardan umuman qolmasligi mumkin.